konsulga borganimda ham aytibdiki, siz 59 ga kiribsiz. Sizni endi shuncha to'plagan yog'ingiz, shuncha yil yashashingiz kerak deganda, o'sha men hayotga qiziqish qolmas ekan. Marafonlarga qatnashib, hozir 16 kilo 2,5 oyda tashadim. Keyin yoshlar bilan baravar yurib, baravar ishimni qilyapman. Bularga rahmat. Hech qachon buni esimdan chiqarmayman. Ayol taysini tushirasiz, keyin vitamin mineraldan boshlaysiz. Mana shu yerda mustaqil dieta qiladiganlar xato qilishadi. Faqat tabiiy yo'l bilan, qichqiriq ukol, hech narsa qilmaydiganlar uchun men bular bilan yozaman. Dardlarim bor ichimda. Sovg'a sifatida shuni berib yuboryaptilar. Birinchi marta bizdan o'sha o'tkazdik va men hayron qolganim Qo'qondan, Namangandan